İtot koya bu itot. Nima ko'rib ketdingni qiltiriq bey? Qaradaş ma bir program var kedigine 10 dakika qizil bang bang tang deb turdi qara. Men bir bala chiqdi ekan. İşte o qarab biraz yara qalsam o'shuni epli xotin qildi ekan. Bu ancha bak qizmaydi. Yana birsi bor. Bo'ldi qilayli sattashmaydi degan bir program bor. Aldin qitim ko'rib qoldim degina bir qiz olib chiqib dardini to'kib qoldi ya qara. Deydi de. Asam nim bo'pti? Maç qizlarni yeyotdi-ku. Desa, o'g'il qopoq degan turuk bo'dak bo'lgan. Olaveramsan. Elim uyliq oyoq olib ketdi. Aka. Ariyasatchiga. Aka, oldin qidim bir oyoqni do'stim olibdi deb oldi. Ma'qul deb pulni berdi. Agaplam qo'ydi. Nemish kiymaysan, 200 qo'yliq oyoqga kiymayman deydi. Desa, ha, 200 qo'yliq oyoq olganga kiymayman-da albatta desa. Hali uy qaytmas. Yomon qiziq. Hozir bunda programda bekchiq, xalqning ishini o'shaydigan. Xotin tanıştırdıgan, jidal majalan araydigan chiqib ketdi unday programmalar. Ya adaş. Biz mushu xalq qolaylik bo'lgan programmadan birini qilib baqandiq ya. Qanda ajinshayni deb birini qilmoqchimiz. Va yaqindami emas. Ish qilib mush xalq qolaylik-ku, qolaylik yaratib beradigan programmadan birini qilib baqsan. Anda qilaylik. Hozir jamiyatda qarz elib qaytmaslik bak eg'adingni. Biz programmaning ismini yaxshi o'ylashib manda qilib qo'yaylik. Qaytiraylik xalqim. Qaytiraylik xalqim deb bir programma qilaylik. Qanda? Ya ma'lum bo'ldi-ku lekin. Bugun qanday bo'lar bu? Bu qara, manda bo'ldi. Yaxshimisizlar do'stlar? Men sizlarningki riyosat do'stinglar qari ko'z bo'laman. Bizningki qaytiraylik xalqim degan programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Bizning bu programmamizni nima ish qilamiz deganda, bizning bu programmamizda qarz elib qaytolmayotgan, qarzni berib qo'yib, ololmayotganlarningki jidal majaralarni araydigan bir programma. Qani biz hozir sahnimizga birinchi bo'lib taklif qildigan inson bo'lsa, birsiga qarz bergan, lekin 3 yilning yo'qi ololmay bosh taraf nurg'un aziyat bo'lgan, yan bosh taraf qavziyat bo'lgan shu insonni mana hozir sahnimizga taklif qilamiz. Qani qarshi olaylik. Yaxshimi? Aka, Alimiz, aldirma. Bu siz so'rangmi, nima bu qo'ygan beshingga. Appirimiz bu shu appagini keldik bu yerga. 3 yil chidabsa, bir soat chidamamsa, sendan so'raydigan savollar bor, men tomoshabinlarga qiziqgan savollar bor. Hozir so'raymiz. Hammasiga javob bersan, andan keyin aldirmay hal qilamiz bu ishlarni. Qanday? Ma'qul. Birinchi savol. Sening isming nima o'ynim? İsmim Serdar aka. Sen bu qarshi tarafga nech pul bergansan? Ondan so'ng naq pul bergan aka shu. Sen bu pulni qarshi tarafga o'z mayling bilan berganmi? Yoki tunda so'rinda aqsoliq qilib berib qolganmi? Yoki mas'ul qilib berganmi? Yoki bo'lmasa qarshi tarafdan chiroyli songlisi bormi? Avliya azam kensi aka naq topding. Shu bir songlisi vatdiki berme degan aka shu onunka beritme podaqchilik. Keyin songa songa yo'ldosh vaka ishga kirgan bolasi vaka yandir bolasi pensiondagi aka. Mana tomoshabinlar hammamiz anglag'inimizdek asli bu yerda bir muhabbat hikoyasi yoshirilgan ekan. Qizchaqni olaman deb qarz berib akasiga kuchaytirish uchun muhabbatning o'tini qarzni bergandan keyin surishtirsa qizchaq chiqibdi haqning xotini. Oldin bunda bilgan yigit darhol bergan pulni so'rabdi. Mana hozir qarzni ololmay boshmaltaqni so'rabdi. Nima ish qilyapsiz, sarang? Bek payizga qilsan-ki aka. Nima qilganing bu? Juqsin da'atim. Yaxshimisizlar do'stlar? Endi bizning sahnaga taklif qilgan kishimiz bo'lsa, to'y qilib bo'lgan singlisini tobog'i chiqib qaqti yojinga olgan, topshaqchan bo'ladi. O odamni mana hozir sahnaga taklif qilaylik. Qani marhamat. Yaxshimisiz qarikiz riyosatchi? Men sizning pintozingiz juma men deb qo'ya. Sizlar deb qo'ygan. Sizni ko'rmada mush programmaga yomon tasdiq keldim men. Rahmat. Vishin qachilish oldi-ya. Yaxshimisizlar.
Yaxshimisiz? Birinchi savolimiz bo'lsa, sizning ismingiz nima bo'ldi? İsmim Merdan. Merdan efendim, xush kelibsiz. Bugungi bu programmamizda mana bu yoq sizni shu 3 yil burun mendan 10 ming pul olgan deb bizga shikoyat qilib keldi. Biz shuning uchun sizni chaqirdik. Endi siz bu pulni bugun siz cho'qim bersiz. Bersangiz bersiz, bermasangiz bersiz. Mikrofonni ko'dingiz alaydirayrak turdi. Yeb chiqqanman, men uni eng yaxshi ishlatmay. Man tanıyman men. Bu elimizde 3 yıldan alır bir 10 mosum ağam ben bundan. Kapak var. Sen 10 mosum alıma da mişekeyce arz qilib kelding mi meni? O'zing 10 mosum mishet berdi deb o'ylab qopsan da meni. Singlimni bir dastak qilib turib aran olgan 10 mosumni qaytaramdim men sana. Nadan bir kapak vash nima ekan sechma? 3 yildan yoqib bu 10 mosum alıma deb yurguncha 10 mosum tepiltang sen ha. Nima degan muddat nima bu? Rahmat sizga. Tomoshabinlar, sizlarni ko'ryapsizlar. Hozir bu Merdan efendimning o'zgarishlik davlelari bor ekan. Amaliyotda bu davlelar intayin tetiksiz bo'lsa-mu, yana bu bir odam bo'lganki o'zgarishlik ko'z qarashlardan so'zladi. Endi bu yerda biz alaydan taklif qilib kelgan ma'lumimiz bor. Shularning bir fikrini anglab baqsak. Yaxshimisizlar, yaxshisinizlarmi tomoshabinlar? Men dangliq iqtisod yetakchisi, dangliq iqtisod ma'lumi Michael ma'lum bo'laman. Men bu programmani intayin xush oldum. Hozir mashki inimizniki hikoyalarini anglab shunda afsuslandim, shunda ko'nglim yerim bo'ldi. Bizning yoshlarimizning orasida hozirmi mushta eskilarning bog'liqini qarab intayin ichim tutitlab ketdi. Endi telefon kelib qoldi. Telefon qilayverdim, ma'lum takmin qilib. Anlaştıraylı. Hem de mainimizga 10 ming koy berip 3 yıl boptu alanmaptı. Hem bu iş intayin bir peskeşlikçi bu. Çokum qaytırış gerek bu ağam pul degenni. Bermem. Vay. Beğenmeyme qana qilsa. Beğenmeyme. Ispating bormi? Sen qancha ming pul verding? Beğenmeyme. Qo'lingdan kelganini qil. Men sen dadangni 10 ming qo'yib bermagan o'z vaqtida. Sen nima menga qapoq qo'yish. Satoldi a? Pulni ag'am pulni cho'qim qaytarish kerak. Enim siz cho'qim yaqin pulni bugun qaytaring. Qaytarmasangiz qat'iy bo'lmaydi. Siz qaytarmasangiz bu odamiylikka yarashmaydi bu ishlar. Qanda? Sizlar cho'qim qaytaringlar. Enim, men sana yana bir qitim fursat beray. Hozir singlim yo'ldosh bilan toz yaxshi emas degina. Ajrashadigandan gapi bor. Sen yana 10 mosum berib tursanki, men seni ash ikki balning dadisi qilib qo'ydiganga bir tirish baqay. Qanda? Nima deydi aka mavo? Birga bir qo'ydi aka biz miyaga. Birga bir qo'ydi aka bugun. Qo'yibman buni. UFC mi bu? O'zingni bisval, ha? Qapaz emas mavo, sahna mavo. Sen pulni bugun beramsan, bermamsan? Gapning ochiqini qilay, riyosatchi, qari ko'z. Men ma'pulni bermayman. Mening o'zimning dadi o'zimga hozir. Men rost gap qilsam, ig'ir qavziya. Men o'zimning dadini o'zim aran tatib ketib borman. Nurg'un dorilarni ichdim, yo foyda qilmadi. Aningga deb qo'ying, men bu pulni bermayman. Inem, mening gapini angldim. Sen qanday o'ylashyapsan? Sadaqama va. Ben xo'shalik bo'lsin-a? 20 yilda sadaqam bilan yashayot qilyapman. Rahmat aynim, o'zimning. Yaxshimisiz tomoshabinlar? Bugungi programmamiz shunday yaxshi elib berildi. Bo'lgan voqeani, bo'lgan fojiani o'zinglarmi ko'rdinglar. Bu yoq bo'lsa, pulni sadaqam qildi. Bu yoq bo'lsa, sadaqamni o'shanday holatda qabul qildi. Endi programmamizni oxirlashtirish uchun eng oxirgi minutlarni bizningki Michael ma'lumga beraylik. Michael ma'lumningki yaxshi so'zlar bilan bizning bugungi programmamiz o'shada oxirlashadi. Qani, Michael ma'lum. Sizlar tomoshabinlar mana hozir gap qilishni o'tdi. Yana menga kelib qopti. Hamda bugungi fojiani oxirlashganini o'zinglar ko'rdinglar. Ma'inimiz bilan mardlik holatda bu pulni sadaqam qildi. Ma'inimiz o'shanlar holatda bu sadaqamni qabul qildi. Hamda sana deydiganim menim buningdan keyin bunda qalay qadamlarga pul bermagan. Agar yaxshi pulni qilib
tuyuqsiz yov pullar kirib kelib qolsa mana yeshini qaytishib olayli mana desam men saqlab bersam bo'ladi endi mayinim bo'lsa kelib qolsak sen endi qon bilan kirgan qo'ygan bilan chiqadi sen buni degan texmo pul qarz ilayotgan vaqtlaringda ahvol qarab bunday qilib unutildirib o'taydigan bir shaxslar bo'ladi-ku pulning jiqligida anda odamlarga hujum qilsang yana manda yerlar sharmanda chiqib yurmaysan endi sana anaqada qildigan adroq so'g'an bor men qavziyat deb abaytiyaqdek qaqshab ketdim mana Gulparaniki punus orqada yasalgan mahsulotdi bu mahsulotni ichib vaqt-vaqtida ichib bunga ko'ngilli qo'yimchoqlar davomlashishni chin qalbimdan umid qilaman rahmat sizlarga